2026 Chevrolet Lacetti yangi avlod modeli zamonaviy dizayn va kuchli texnik imkoniyatlari bilan avtomobil bozorida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu sedan kundalik haydash uchun qulaylik va ishonchlilikni birlashtiradi. 2026 yilgi model tashqi ko'rinishida yangilangan radiator panjarasi, o'tkir shakldagi LED faralar va aerodinamik kuzov chiziqlari bilan yanada jozibador ko'rinadi. Old bamper dizayni sport uslubida ishlangan bo'lib, avtomobilga dinamik kayfiyat beradi. Yangi alyuminiy disklar esa uning umumiy ko'rinishini yanada boyitadi. 2026 Chevrolet Lacetti salon qismi keng va qulay tarzda ishlab chiqilgan. Ichki makonda yuqori sifatli materiallar qo'llanilgan bo'lib, yumshoq plastik elementlar va zamonaviy bezaklar haydovchi va yo'lovchilarga yoqimli muhit yaratadi. Old o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Orqa o'rindiqlar keng joy taklif etadi va oilaviy foydalanish uchun juda mos. Kelajak avlod modeli 8 yoki 10 dyuymli sensorli multimedia ekrani bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha zarur ma'lumotlarni aniq va tushunarli ko'rsatadi. Texnik jihatdan 2026 Lacetti bir nechta dvigatel variantlari bilan taqdim etilishi kutilmoqda. Asosiy versiyada 1.5 litrli benzinli dvigatel o'rnatilishi mumkin bo'lib, u taxminan 105 dan 115 ot kuchi ishlab chiqaradi. Yana kuchliroq 8 litrli dvigatel varianti ham bo'lishi mumkin. Uzatmalar qutisi sifatida 5 pogonali mexanik yoki 6 pogonali avtomatik transmissiya taklif etiladi. Yangi model yoqilgi tejamkorligi bilan ham ajralib turadi va o'rtacha 6.5 dan 7.5 litr atrofida yoqilgi sarflashi mumkin. Xavfsizlik tizimlari ham sezilarli darajada yaxshilangan. Avtomobil apps va app tizimlari, barqarorlikni nazorat qilish tizimi, orqa ko'rish kamerasi va bir nechta xavfsizlik yostiqchalari bilan jihozlanadi. Yuqori komplektatsiyalarda kor nuqta nazorati, yo'l belgilarini aniqlash va avtomatik tormozlash kabi zamonaviy